Assalomu alaykum, g'ildirakdoshlar, tuzumsizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Anchadan buyon indeksdagi joyimizni narx-navolari bo'yicha tanishtirmayap turgan ekanman, xudo xolasa. Bugun narxlar bo'yicha skidka bonuslari bo'lsa, xudo xolasa hammasini qo'ldan kelgancha bitta-bitta tushuntirib tanishtirishlikka harakat qilaman. Videoni boshida jigar bitta like bosib, kanalga obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsanglar, xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Like, komment kutib qolaman. O'tgangi gal narxlar oxirida aytganligim uchun juda to'polon bo'lib ketdi. Endi xudo xolasa bitta mashinani aytganimdan keyin sirasi narxni ham aytib o'tib ketaman. Qani shunaqa qilmasangiz ham kommentariy yozamiz deyotgan ukalarimiz uchun qani xudo xolasa bu gal boshqacha qilib ko'ramiz. Manimcha like bosib qo'ydingiz. Like, komment xudo xolasa kutib qolaman. Kamida hech bo'lmasa yo mashinaning narxini so'rab yoki bo'lmasa assalomu alaykum yoki bo'lmasa bizga ham nasib qilsin degan kommentarni yozsanglar, xudo xolasa albatta xursand bo'laman. Like, podдержка, komment uchun haddushi respekt. Men bo'lsa bitta videoni boshlayman. Xo'p, akalar, xudo xolasa birinchi mashinamizga keladigan bo'lsak, Ora to'liq zaryadka bilan 450 kilometr massa bosib o'tadi. Mana hamma ko'rinishlari, yon ko'rinishlari juda ham shahar ichiga juda ham qulay. Panorama lyuklari bor. Hop, bilasizlar, GT pozitsiyasi eng full hisoblanadi. Juda ham aqlli mashina, ekonomishni, juda ham yumshoq mashina. Buni narxini 19 ming qo'ygandik. Xudo xolasa buni skidka qilib beradigan bo'ldik. Skidkada 18.500. Menimcha Yuan Up'dan optimal variant. To'g'ri, Yuan Up mo'j bizda hadovoy bo'lishi mumkin, lekin bu ham o'ziga yarasha seryozni brendlardan biri. Hop, keyingi gibridimizga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda sotuvi juda ham zo'r bo'layotgan Dongfeng 008 gibridimizni 5 o'rindiqli varianti. Bu ham misol uchun ko'pchilik chempiondan zerikkan ukalarim uchun bu ham zo'r variant. Ichlari oranjiy rangda, monitorlari 6 o'rindiqlari bilan bir xil bu ham. Orqa ko'rinishlari, atamankalar, mantlari shunday chiqib keladi. Bu yonni yotqizdirsa, polni spalniy bo'ladi. Xolodilniklari, monitorlari bor. Faqat bu 5 o'rindiqli. Juda ham keng mashina. Hop, o'zini zapas xodi 220 kilometr, общийda 1200 kilometr. Razmeri pashti bir xil, mana ko'ryapsizlar. Pashti emas, o'zi razmeri rostdan bir xil. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, buni 29500 deymiz. Mana ko'rinishlari ancha seryozni mashina. Hop, keyingi gibridimiz Voya Free 318 2025-yilda sotuvi juda ham hit prodaja bo'ldi mana. O'zini zaryadkasida 318 deydi, lekin 260 ko'rsatadi. Undan ham kam yurish ehtimoli bor. Hop, ichlari original alkantara qilingan. Ko'ryapsizlar, ichlari asosan faqat to'q rangda chiqyapti. Och seriya ranglari hozircha chiqmayapti. Torpedkalari tushib chiqadigan. Bu ham sotuv real zo'r bo'ldi. Rosa olgan odamlar maza qilib haydadi. Panorama ochiladigan lyuklari bor. Ko'rinishlari. Hop, 540 kamera, to'g'ri, 318 deylardi. Oldin hozir hamma kameralar mana ko'ryapsizlar 540 bo'lib ketgan. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, hop 37500 qilib beraman. Xudo xolasa mana yanada aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishadigan joylari bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Hop, mana qaysi mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Narx-navolari bo'yicha, to'lovlari bo'yicha yanada qo'shimcha batafsilroq ma'lumot berishlikka harakat qilaman. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, har xil brendlar bor. Bemalol screenshot qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, keyingi gibridimiz Aito, ham premium hisoblanadi. Hozir uni to'g'risi bilan kaltini olib chiqib, hammasini bitta ko'rsatadigan bo'lsa, men zerikib qolasizlar. Bu yerdagi mashinalar har doim doimiy sotilayotgan mashinalardan biri. Ya'ni hammasi bular trenddagi mashinalar, kecha chiqib, bugun yo'q bo'lib ketayotgan brendlardan emas. Hop, Aito'mizning narxi
eng full pozitsiyasi. Narxi buni 68 ming qilib beramiz. Bu tarafda Dipal'da har xil variantlaridan bor. Mana rangi deysizlarmi, opsiyalilari bitta motor, ikkita motor 42500 dan 47500 gacha bor. Bemalol Dipal SL09 bo'yicha ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 42500 dan hop, sizlarga variantlarni aytadigan bo'lsam, hozir mana narxini aytaman. 42500, 44500, 47500. Farqi nimada desanglar, Dipal'da bitta motorligi bor, ikkita motorligi bor. Ya'ni diskasi oddiyroq bo'ladi, ikkita motor bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi, bir xil bo'ladi. Hop, uchinchi variantiga keladigan bo'lsak, lidari bo'ladi. Hozir mana men sizlarga farqini ko'rsataman. Mana diskani ko'ryapsizlar, oddiyroq, ya'ni prostoyga o'xshagan diska. Bu tarafda mana spesial diska. Buni lagan degani ham bo'ladi. O'sha lagan ham kimlargadir yoqyapti, lekin asosan hozirgi kunda yaxshi ketayotganlarda mana spesial bo'ladi. Lidarlari bor, ichlari oranjeviyda. Hamma mashinani profilga o'tsanglar, bitta obzorlari bor. Bu yerda krugo hammasini aytib o'tib ketilyapti. Mana bu ham hozirgi kunda sotuv juda ham zo'r bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Ancha derski mashina. Buni qora rangi hozircha to'g'risi kelmayapti, faqat oq ranglarda. Bu ham mana bitta qoldi. Juda ko'pchilik aloqaga chiqyapsizlar. Olib qolinglar. Hademay Xitoy 180 kunlik rejimga o'tadigan bo'lsa, narxlar menimcha sal ko'tarilish ehtimoli bor deyapti. Yana bilmadim. Ko'ryapsizlar yon ko'rinishlari. Hop, gibrid 140 kilometrga 1100 kilometr. Aytilgan kilometrda hech qaysi elektromobil gibrid yurmaydi, faqat biz kitobiy tilini aytib o'tib ketamiz. Hop, bu yerda Dipal SL07 mana. Hozirgi kunda chempionlar bilan segmenti bir xil mashinadan biri. Ko'ryapsizlar, 215 kilometr o'zini zaryadida, to'liq kilometri 1200 kilometr deyiladi. Dongfeng 008imiz oq rangidan bor, mana ichlari buni mabodo oranjeviy rang yoqmayapti turgan aka-ukalarimiz uchun mana qora rangida. Atamankalari chiqib keladigan hozirgi kunda buni ham sotuv juda ham zo'r bo'lyapti. Ozgina havo sovuq bo'layotganini hisobiga sal qaltirash bo'lyapti. Ovozlarda uzilish bo'layotgan bo'lsa, noto'g'ri tushunmaysizlar, qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Hop, bu yeng keldi. Xudo xolasa buni ham batafsilroq anaqasini video chiqib bo'lgandan keyin aloqaga chiqib Telegram tashlasanglar, bu ham mana bilganlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yangi tushirdik, buni obzorni qilamiz. Bu tarafda ana BYD Han 635 kilometrli. Hanni ham qiziqadiganlar juda ham ko'p. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, bunimizning narxi hozir ko'rib aytvoraman. BYD Han 33 ming dollar ekan. Ko'ryapsizlar. Kim kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib telefon qilsanglar yanada batafsilroq ma'lumot beraman. Hop, bu tarafda Arc Focus Yuan Up'larning segmentidagi mashina, to'liq zaryadka bilan 500 kilometr, ishlari juda ham keng. Ko'ryapsizlar. Mashina neobычный mashina xohlayotganlar uchun 22 mingdan 24 minggacha bor. Hop, bu yerda Nio brendi ET5 degan modeli. Ko'ryapsizlar, mashina ancha derski. Ham podveskalari yumshoq. Mercedes bilan raqobat qilib yaqindan videolari chiqqan mashina ko'rayotgan bo'lsanglar, yaqinda Mercedes bilan podveskalarni solishtirib ko'rdi buni. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi buni 39 ming qilib beriladi. Hop, hozirgi kunda sotuvi juda ham zo'r bo'layotgan elektromobillardan biri BYD Yuan Up. Ikki xil varianti bor buni. 19600 lik varianti bor, 22500 lik varianti bor. Ikkalasida ham nalichida bor, bemalol xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, buni ham chiroyli qilib beriladi. Bularni ichini ochmayap turganim, odamlar o'zi hammasi buni biladi, ko'radi. Besключовый достуp, amtada kriloda kameralari bor, shu oxirgi opsiyada. Hop, salonda ichidagi mashinalar narxi bilan tanishtirib o'taman.
Hop, bu tarafda Rockstone 01larimiz, ancha hamma biladi buni. Obzorni ham qilganman, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Doimiy sotadigan gibridlarimizdan biri. To'liq zaryadka bilan 235 km, общийda 1200 km, off-roadning mashinalardan biri. Bu tarafda Lisang har xil variantlardan bor. Lisangga qiziqadigan ukalarimiz uchun ham. Li 7, Li 9 har xil opsiyasiga qarab buni narxlar o'zgaradi. O'shaning hisobiga bular telefon qilsanglar, buni ham hammasini narxini batafsilroq aytaman. Bu tarafda Dipal, mana Denzani qo'ydim, shortsga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Xarakteristika hamma narsalarni qo'yganman. Xo'p, jigarlar, hozircha shunaqa narx-navolar. Bemalol kimga qaysi turdagi elektromobil gibridlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ozgina mazzalar yo'q, ishga chiqish imkoni bo'lmadi. O'shaning hisobiga Instagram, YouTube, ijtimoiy tarmoqlarga video qo'yish imkoniyati ham juda kam bo'ldi. Xudo xolasa mana Allohga shukr chiqib oldik. Bundan buyog'iga yana tez-tez videolarni qilishga harakat qilaman. Okalar, podpishka uchun adrushi rahmat. Obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, like bosib, komment yozib podpishka qilib turinglar. Xudo xolasa sizlar uchun chiroyli narxlarda, arzon narxlarda videolarni chiqishlikka harakat qilaman. Nima deyman? Gap oxirida har doimgidek men kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlayotganlarga adrushi respekt. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Like, komment обязательно kutib qolaman. Hammaga rahmat, salomat.